Baland joylarga parda tikishda asosan tyullarda bir-biriga ulashga to'g'ri keladi. Ulash jarayonida chiroyli turishi uchun biz plankali qilib ulash texnikasidan foydalanamiz. Hozir mana shu planka ulashni ikkita asosiy va ikkita qo'shimcha usulini ko'rsatmoqchimiz. Biz tyulni o'rniga portiradan foydalandik, sababi tyulda ko'rinmay qolishi mumkin jarayon. Shuning uchun bir xil ikki portiradan foydalanamiz. Bunda mana bu kattarog'i asosiy yuqorgi qismi hisoblanadi. Bu kichikroq portiramiz esa uloq qismi deb hisoblaymiz. Ikkalasini ustma-ust qo'yib mana shu holatda overlock qilib olamiz. Overlock qilayotganingizda bulavkalash yoki bulavkalamaslik ixtiyoringiz. Overlock qilindi. Bunda ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'ladi. Ikki tomoni mana bir-biriga overlockda ulangan, orqa tomoni va bu old tomoni. Hali hech qanaqa chop berilmadi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi buni mashinkaga olib boramiz. Keyingi ishimiz plankamizni mana shu overlock qilingan joyini shu turishida orqaga 1 sm yoki mana shu overlockni ipi ko'rinmaguncha qaytarib, mana shu joyini ustida chok berib chiqamiz. Bunda e'tibor beringlar, mana bu o'ng tomoni, yuqorisi tepa qismi, bu esa uloq qismi. Mana bu planka tepa qismidan pastga qarab turgan bo'ladi. Xuddi mana shu dazmolda sindirganimiz shunday turadi. Siz bu plankani uzunligini 7, 6, 5 xohlaganinizcha qilishingiz mumkin. Biz 6 sm qildik, 1 sm overlock bilan ichkariga kiradi. Agar siz bulavkasiz bir tekis tikishingizga ikkilansangiz, mana shu joyiga bulavka qadab chiqishingiz mumkin. Ozroq qaytaramiz va tagini o'zimizga ozroq tortamiz. Buni ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu teskari tomon, yuqori tomon va etak tomon. Orqa tomoni iplariga ahamiyat bermaymiz. Old tomoni esa mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana plankamiz yuzasida qarab turibdi. Ko'targaningizda ichkarisida choki yo'q va mana orqa tomoni. Bu birinchi asosiy usulidir. Birinchi qo'shimcha usul esa mana shu joyda siz overlockni, biz faqat overlockni o'zini qaytaryapmiz. Siz shuni 4 yoki 5 qilib plankangiz necha razmerda bo'lsa, o'shancha qismini ichkariga olib tikishingiz ham mumkin. Shunda sizda yon tomondan ichkarida faqat mana bu overlock qismi emas, sizda to'liq mana shu pastgacha plankangizni uzunligi bo'ladi. Ikkinchi asosiy planka ulashga o'tamiz. Tepa va pastga ulanadigan qismini o'ng tomonini bir-biriga qaratib, 5 sm oraliq bilan chok berib chiqamiz, bir-biriga ulaymiz. Agar tekis ulashga ikkilansangiz, bulavka yordamida ulashingiz mumkin, chizib olib. Xo'p, mana ulab oldik. Endi diqqat bilan ahamiyat berasizlar. Mana bu tomon tepa tomon, bu tomon esa etak tomon, ya'ni kalta tomonini biz uloq sifatida tushuntiramiz. Mana bu 5 sm chokimizni, bu sizda istalgancha santimetr bo'lishi mumkin, plankani chiroyli chiqishiga qarab. Mana shu qism bizga planka vazifasini bajarib beradi. Uloq tomonga qarab yotqizamiz va mana shu uloq tomonimizni tepaga qarab qayiramiz. Mana shu plankaga urilguncha qaytarib olamiz. Bizda mana shu ko'rinish bo'ladi. Tepa tomon mana bizda planka hosil bo'ldi. Ichkari tomonda mana chokimiz pastga qaragan va uloq tomonimiz orqaga qayrilgan. Endi mana shu holatda biz mana shu chiziqdan chok berib chiqamiz. Ulangan qismni orqaga qaytarmasdan mana shunday turgan holatida ustidan chok berib chiqamiz. Va bizda mana shunaqa narsa hosil bo'ladi. Bu bizda tepa qism, mana planka qismimiz va mana bu ulangan qismni pastga tushiramiz. Bu plankani esa ustiga qo'yib, yaxshilab dazmollaymiz. Endi mana e'tibor berasizlar. O plankani ko'targanimizda tagida bitta chok bor. Tushiramiz. Endi mana orqasida esa umuman chok bo'lmaydi. Ichida esa mana shu boyagi qayirgan 5 sm-imiz. Yonlari albatta choklanadi, ko'rinmay ketadi. Mana shunaqa planka bo'ladi. Bu ikkinchi asosiy planka ulash jarayoni edi. Ikkinchi qo'shimcha planka ulash jarayoni esa mana shu holatda, xuddi shu holatda tikilganda siz mana bu ichkaridagi qismini 5-6 sm emas, birinchi qismdagidek faqat overlock holatida qaytarib qo'yishingiz ham mumkin. Materialingizni chiqish-chiqmasligiga qarab. Va mana shu usullar orqali biz juda ham chiroyli, yoqimli plankalarga ega bo'lamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, iltimos ota-onani duo qilib qo'ysangiz.